Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari, Telegram guruh a'zolari. Bugungi videomiz videolar orasida aytib o'tganman, mayli alohida mavzu qilib chiqardim. Krasnaya Volchanka haqida chiqaraman. Qisqa lo'nda imkon qadar mavzu bo'yicha bizning odamlar ko'pincha o'shanga qarab ish qiladi-ku. Lekin o'zi har bitta video ichida kerakli ma'lumotlar ko'p bo'ladi. Krasnaya Volchankada natija olayotganlar ham bor, olmayotganlar ham bor. Xuddi boshqalarga o'xshagan kabi. Bu immunitetga ham bog'liq, kasallik qanchalik darajada bo'lib ketganiga ham bog'liq, ruhiy holatga ham. Krasnaya Volchankada gormonlar qilib ham to'xtatadilar, ko'pincha qilib turadi, juda qimmat buni dori-konlari. Men shaxsiy o'zimni maslahatim Krasnaya Volchankaga yaxshi dozalar ichish kerak bo'ladi, lekin bari organizmni asta o'rgatib borish kerak. Birdan emas, o'sha 441 video ostiga yozilgan, shu videoni ko'rib chiqish kerak avvalambor. O'sha yerda podrobni tushuntirilgan hamma narsa bir boshdan oxirigacha perimotga qilib emas. Yoqsa yoqmasa eshitasiz. Men gapim yoqavermaydi hammaga. Sekin ham gapiraman. Ko'rasiz, keyin boshlasangiz bo'ladi. Va kapelni tezroq effekt beradi. Kapelni tez. Boya videoda chiqargan videomda aytish yodimdan chiqdi, shu kapelni. Endi o'zi ko'pchilik biladi, kapelni o'zi tez ta'sir qiladigan narsa va tez kuchini yo'qotayotgan narsa ham. Iste'mol qilish, ta'sir qilish sekin, ya'ni og'izdan iste'mol qilish sekin bo'ladi ta'siri, lekin uzoq bo'ladi. Dorilarda shunaqa narsa. Kapelni sirraz ta'sir qiladi, lekin effekt tez qoladi. Qonga uriladi birdan chunki. Og'izdan kirilgan narsa ta'sir qilishi sekin bo'ladi, lekin ya'ni yetib borishi sekin bo'ladi yoki ta'siri ham kapelnidan ko'ra ancha pastroq bo'ladi, lekin uzoq muddatli bo'ladi. Demak, Krasnaya Volchankaga yana qo'shimcha o'sha boyagi omik kapsulalar, nur safo, mana bu narsalar ham qabul qilinishi kerak. Organizm tozalash bilan bo'ladi va immunitetni ko'tarib turish bilan bo'ladi. Va o'sha Krasnaya Volchankaga o'sha imkon qadar tezroq kapelni olishni men tavsiya beraman, yaxshiroq rezultat oladi. Lekin rezultat bo'lmaydigan holatlar ham bo'ladi. Krasnaya Volchanka tez baribir o'sha toki bir sira yaxshi yo'qolib ketguncha nima qilish kerak? Lecheniya qilib turish kerak bo'ladi. Men to'g'risini aytaman, balkim hali ko'rmagandirman, balkim hayotda bordir hali. Lekin shaxsan aytaman, Krasnaya Volchankani savremenniy meditsina bilan davolaganini hali ko'rmadim. Gormon urib turadi, lekin doim. Yana qo'zg'aladi, yana uradi, yana qo'zg'aladi, yana uradi. Falon pulli narsalar. Endi o'sha gormonlarga o'rganganmisiz? Asta bilan asta o'rin almashtirib olasiz-da, yo'qotasiz. Salomat bo'ling.